Ko'chada yurganimizda zaifga ketayotgan bo'lsak, sal shoshib birovni kimnidir siqib qo'yishimiz bor. Noto'g'ri harakat qilib qo'yishimiz bor. U atidan qilinmaydi. Shunda bizni to'g'ri tushunganlarga kattakon rahmat. Tushunmay siqib, dili og'rib, xafa bo'lganlardan ham uzr so'raymiz. Shu bahona ati qilinmaydi. Lekin misol shu oddiy mayitni olib ketayotganimizda shu ozgina tushunmaydiganlar bor. Jahli chiqib qoladi. Bilmay yo'lga chiqib qo'yamiz. Reski to'xta olmaymiz, reski qo'zg'ala olmaymiz. Majbur bo'lamiz yo'lga chiqishimizga. Gai xodimlar bor bizani kuzatib kelib, qaysi qabristonga ketyapsiz? Mana shu yoqqa kuzatib olib borib qo'yadigan xodimlarimiz bor. Ularga kattakon rahmat. Bizani qo'llab-quvvatlaydigan haydovchilar juda ko'p. Ichida egasi bo'lmasa, bizlar bilan birga borib, qabristongacha borib, mayitni hech kimi bo'lmasa borib ta'ziyada, ko'mishda qarashadiganlar bor. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bir joyga xizmatga borganimda mahallani nima deydi? Yaxshi inson ekanlar, aktiv ekanlar, ko'pchilik tanir ekan. Yo'l o'rtasiga qo'yishdi, jamoat juda katta edi. O'shanda mahalla raisi iltimos qildilar, yo'l o'rtasiga qo'yib berishimni. Mashinani qo'yib berdim. O'sha mahallada yashovchi qo'shnilarimi, nari berisimi, yosh katta inson, oila, 2-3 ta o'g'illari bilan kelayotgan ekanlar. Menga to'xtab tushib, haqorat qilib, mashinani ol, ne yo'l to'sib olding? Janoza qo'shningiz o'tib qoladi, o'shanga desam, men o'tib ketaman, keyin o'tadi. Ol mashinani degan joylari ham bo'lgan. Keyin men mashinani olganimda mahalla kuydagilar u inson bilan yoqib urishib ketgan darajagacha yetishgan. O'shanda o'zimga o'zim aytgan edim, boshqa hech qachon yo'lni to'smayman. Tushungan tushunar ekan, tushunmagan yo'q. Shu insonlar ham bir ibrat bo'ldi biz uchun hayotimizda, har bir narsaga o'zimizga kerakli ibrat olamiz. Xizmatga chaqirishadi, borganimizda mahalla tor, kichik narsalarni tushiramiz, anjomlarni tushirib majbur bo'lamiz nari beriga mashinani qo'yishga. Qo'ysak, qo'shnilar chiqib, mashinani eshigini tagidan olib o'tib turmasin deydiganlar bor. Qo'shningiz ketyapti mana oxirgi manzilga. Siz ham ketasiz bir kun oxirgi manzilga desak ham oldirib tashlaydiganlar bor mashinani. Bu turmasin deydi. Oddiy misol ichida sipirgan nima deydi? Chang baygilarni sipirib tashlaganimizda sipirtirib o'zimizga oldirganlar ham bor. Zora shuni ko'rayotgan bo'lsa o'sha inson o'zlari uchun ibrat olsalar, bir kun eshikligini tagiga keladi hammanikiga. Menga ham keladi. O'sha qo'yni qo'shnilarga ham keladi. Borar joyimiz aniq. Har xil joylarda xizmatda bo'lamiz. Doda o'tib qolganlar, chaqirganlar bizani qo'shnilari, bordik. Onaxon ham 70-80, doda ham yoshlari katta edi. Eshikni taqilayotganmiz, eshikni jimjit telefon qilsak, qo'shni men xizmatga ketdim. Uy nomerini aytdilar. Eshikni taqilatib kirsak, onaxon chiqdilar. Uzr onaxon, ertalabdan bezovta qildik. Mana shu mahallangizda janoza bor ekan, xizmatga keluvdik desam, mana bizani uyda bo'lyapti, keling. Mana dodangiz omonatni topshirdilar deb xotirjam gapiryaptilar. Onaxon yoshlari katta, kirdim, dodani ko'rdim. Onaxon, farzandlaringiz yo'qmi? Sen farzandlar kecha kechki payt kelib ketishdi. Janozaga yaqin kelamiz deb ketishdi. Onaxon yig'ladilar. Otaxonni o'zimiz g'assol bilan yuvib, tarab, tovutga soldik. G'assol ketdilar. Janoza vaqtiga 1 soat, 1,5 soat qolgan, 4 kishi, 5 kishi kelishdi. Bilsam bu yerda ikkitasi o'g'illari ekan, qolgani o'rtoqlari ekan. Aytishligi bo'yicha ularning xizmatligi ko'pligidan kelib xabar olisha olmas ekan, sharoit qilib berishgan. Onaxonga qarovchi, otaxonga qarovchi bor, ayol. Ular qaraganlar, lekin ibrat uchun bu tashab qo'ymaylar ota-onalarni. Bir kun qaytadi. Hammaning farzandi bor. Xizmatimiz davomida ko'p shu narsaga guvoh bo'lamiz. Bizda yosh katta insonlar, mahallalarga, hovlilarga, uchastkalarga borsak, yosh katta dodalar bor mahallalarga xizmat qilamiz. Tanigan, tanimagan, bilmagan insonlar yugurib kelib tovut ko'tarib talashishadi. Mahalla-ko'y yugurib chiqadi, u mashinada o'tib ketayotgan insonlar to'xtab ko'tarishadi. Shu narsani biz yoshlarga yetkazishimiz kerak. Yoshlar ko'plari bilmaydi, o'tib ketadi, ko'ramiz. Mashinada o'tiradi, yonidan ko'tarib tovut olib o'tib ketsak,
qarab qolamiz. Biz ham yoshligimizda ko'rganmiz, tog'alarimiz, dodalarimiz to'xtab yugurishardi, biz yosh bola bo'lganmiz, ko'rardik. Endi hozirgi pokoleniyani ko'pchiligi shuni yetkazish kerak. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Yonidan ko'tarib to'g'ri olib o'tib ketsangiz, mashina ichida o'tiradi, o'tib ketishini poylab, tushib ko'tarish kerak. Shu narsalarni bir yoshli ko'rib bilsa, yugursa deymiz, yordam bersa savob bo'ladi deymiz. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Bizga zaifga tushdi, telefon bo'ldi, kechqurun. Telefonni ko'tarib javob bersak, hamma narsani shoshilib tez-tez yetib, zakaz qilib, xullas tayyor hamma narsa. Savol beryapman, nechiga janoza, mayit qayerdalar, uydamilar, boraveramizmi desam, yo'q, hali tiriklar, jonlari uzilmagan. Ha, hali tirik odamga qanaqa bo'lsa, biz qabristonda ham borib gaplashdik, hammasi tayyor. Kechlarga jonlari uziladi deyishyapti, deydigan guvoh bo'lamiz shu narsalarga. Tavba qildim, tavba deymiz. Baraka topkur, hali umrlari uzoq bo'lsin. Balki 10 yil yashirlar, balki 5 yil yashirlar. Uni Alloh bilguvchi. Biz bandamiz, hech narsani bilmaymiz. Yana bir guvoh bo'lganmiz. Yugurib ukam bilan borganmiz. Ukam kirib ketgan xonadonga uy egalari chaqirishgan. Endi o'tib qoldilar. Adamiz tez keling. Yugurib kirganmiz, bansidan berib yuborgan ekan, bilsak. Endi ukam kirib tag'lilarini boylab chiqaman degan maqsadda kirsa, hamma narsa tayyor uyda. Mayit qani, kelmabdi-yu desalar, yo adam xonbomga yuvingani kirib ketdilar, hozir yotuvdilar. Shu narsalarga ham guvoh bo'lganmiz. Oradan 1 yil 2 yil o'tgandan keyin o'tdilar shu zoda ham. Alloh rahmat qilsin. Ishonasizmi, bir kun bomdodga xizmatga bordik. Kechqurun boramiz. Endi u payt bomdodlar masalan 4-5 vaqtli bo'lsa, kechasi 11-10 larda borishimiz kerak bo'ldi. Bordik. Salqin payt, sovuq payt. Uy egalari uyga kiring deyishdi. Kirmadim, mashinada zavat qilib ichida qoldim mashinada. Negadir uyga ketgim kelmadi. O'zi har doim narsalarni tashlab uyga qaytardik, qaytmadim. O'sha xonada janoza bo'layotgan xonadonda qoldim. Tashqarida mashinamni qo'yib, zavat qilib ichida xullas mashinani tashlab ketgim kelmadi. Qoldim. Keyin uy egalari ertalab kelib uyg'otishdi. Turing, ko'taramiz, vaqt bo'ldi. Narsalarimni ortdim, mashina zavat bo'lib turdi, qizdirdik. Keyin uy egalari "Okaxon, qarashib yuboring, kamchilik edi odam." Bordim, chiqdik, mashinani o'chirdim, borib olib tushib, ko'tarishib bir 20-30 kishimiz, ko'pchilik olib kelib mashinaga qo'ydik. Zavat qilamiz, zavat bo'lmaydi mashinada. Subhanalloh, yurak o'sha payt o'zingizdan o'tadi, o'zingiz bilasiz, haydovchi. Mana bizlar ham bir nima deydi, sinaladigan joyimiz o'sha yerda, o'zimizni yo'qotmay. Baraka topsin, uy egalari tushungan insonlar ekan. Okay, xijolat bo'lmang. Bu temir, texnika. Tushunmayman hammasini, ichimdan o'tyapti. Endi o'sha ko'tarishimiz kerak. Namozga 1 soat, yarim soat qolgan, qabriston orasi yaqinroq edi. Va yaxshi bir ukamiz o'sha atrofda turardi, shunaqa bizga o'xshab haydovchi, shunaqa mashina haydaydi. Chaqirdik, yetib keldilar. Mayitni olib ketishdi. Ammo usta chaqiryapman. Ichimda nimadir mashinani zavat qildi deyapti. Shuna o'tirib mashinani zavat qilsam zavat. Hali narigi mayit shu qabristonga yetib ham bormagan edi. Mayit hayoti davomida qanaqa inson bo'lganligi baribir ozgina bo'lsa ham namoyon bo'ladi. Kuzatib, bu yoqdan chekkadan kuzatgan odam tushunib yeta oladi birpasda qanaqa inson bo'lganligini, ular u insonning orqasidan kelayotgan insonlarni, kuzatayotgan insonlarni, janozada ishtirok etayotgan insonlarni bu inson haqida gapirgan so'zlaridan bilsa bo'ladi, qanaqa insonligini. Uni ham hamma ahamiyat berib qarolmaydi, bila olmaydi. Lekin kasbimiz davomida shu narsalarga guvoh bo'lamiz. O'zimiz uchun ham bir ibrat olamiz. Yaxshi inson, xarakteri, nima deydi, hayot davomida yaxshiliklarga juda ko'p qo'l urgan insonlarni baribir janozasi boshqacha o'tadi. Shahardan sal chekkaroqqa xizmatga chaqirishdi, bordik. 2 farzandini tashlab bittasi bilan sakragan ayolda xizmat qildik. Tamom bo'ldik. 2 mashinaga ortdik. Ona bolam bitta tovutga, hamma bolalarni bitta tovutga solib, eslash o'zi bir og'ir. Bir odam eziladi. Guvoh bo'lib qolish o'zi bir shu narsani ko'rib yurak bag'ringiz eziladi. 2 mashina bo'lib xizmat qilindi.
farzandlari onasi juda qiyin bo'ldi. Bu oldima ketib mashinada olib ketish, bunaqa narsalar juda ko'payib ketyapti. Yaqinlardan, yosh kattalardan iltimos qilamiz shu narsalar bee'tibor bo'lmasligini. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Sheriklarimiz borib xizmat qilishdi. Bir xonadonga yosh yigit omonat topshiribdilar, xizmatga borishgan. Hamma narsani topshirib, g'assol yuvib, shu xonadondan chiqishlariga shu o'tgan insonning okalari jon taslim qilibdi. Bir kunda bo'layotgan narsa. Ukalarini janozalari belgilanganda, okalarining janozasi baravar bir kunda 1 soatda bo'ldi. Orada 2 soat, 3 soat vaqt bo'ldi. Ukani bir mahal bir joyga janozaga bir qabrga yonma-yon qo'yildi, bir qabristonga. Bu gaplarni gapirishdan maqsad o'lim vaqt tanlamaydi, yosh tanlamaydi. Qachon qayerda kelishini Alloh bilguvchi. O'shani shu maqsadda aytmoqchimizki, aytayotganimiz sababi o'lim vaqt tanlamaydi, yosh tanlamaydi. Iloji bo'lsa shu o'limni har kuni qancha ko'p eslasa shuncha yaxshi. Inson o'limni eslab yashashi kerak deb o'ylayman. Qancha ko'p eslasa shuncha yaxshi. Bizning ishda eng qiyini yosh farzandlar, yosh bolalar yetim qolib ketganini ko'rish. Ota-onasi o'lgan, 3 ta farzand, 2 ta farzand yig'lab to'rt orqasidan dodlab qolgan yosh qizlari, o'g'illari, farzandlar o'sha narsani ko'tarish juda qiyin. Misol qilib ayta olaman, shaharda bo'lgan voqea. Ko'zim bilan ko'rib ishtirok etganman shu joyda. Otalari 5 oymi 6 oy oldin xastalikdan jon bergan ekanlar, omonat topshirganlar. Oradan 5 oy 6 oy o'tib, onalari omonatni topshirdilar. Bizga onalariga borib xizmat qilish nasib qildi. 5 ta farzand bor ekan, eng kattasi 16 yosh yigit edi. Endi maktabni bitirib pasport oladigan payti ekan. 5 ta farzand yetim qolib ketdi, kichkina hovlida. Farzandlar dodlab chiqib kelganda eng og'ir esda qoladigan ish, 7 yil, 8 yil mobaynida eng og'ir qolgani shu bo'lgan. 5 ta farzand o'g'illar chiqib xizmat haqqimga pul berganda juda og'ir bo'lgan u pulni olish. Ukam olmayman desam ham, "Aka, men pul topadigan darajaga yetganman, pulim bor, olasiz" deb olmasam ham xafa bo'lgan. Mendan noto'g'ri qabul qilyapti. Endi yosh yigit dilini og'ritmay deb olganman, majbur bo'lganman. Kerak emas desam bergan shu yigit. Bizning ishda hozir ko'pchilik o'ylashi mumkin, bularning maqsadi, fikri pul deb o'ylashi mumkin. To'g'ri, xizmatimiz, texnikamiz o'zi yurmaydi. Lekin shunaqa joylari keladi, Alloh bizga ham nasib qilsin, qiladi. Bu yog'iga ham nasib qilsin, xolis xizmat qilib ketish, xolis ko'p bo'lishini. Kimgadir manfaati tegib, yordamimiz tegsa juda xursand bo'lamiz. Hamma mas'ul ko'pchilik pulga taqqoslaydi. Chaqirgandan, telefon qilgandan boshlaydi, nech pul. To'g'ri, kimning ham 5 qo'l baravar emas, bordir. Hamma joyda bo'lgandek liboy kasbni kam ko'sti bor, kamchiliklari bor. O'zimizga yarasha bizning ham kamchiligimiz bor. Bizning xizmatimizdan kimlardir mamnun, kimlardir norozi bo'lishi mumkin. U ularning fikri. Lekin bizga ham shunaqa joylarimiz bor, xolis xizmat qilish nasib qilgan. Bu yog'iga ham Alloh nima deydi, oxirigacha shu xizmatimizni davomida nasib qilsin. Xolis ko'pchilikga yordam berib xizmat qilish. Ko'pchilik guvoh bo'lsin shu narsaga, bizga ham oxiratga zaxira deb bu ham. Mani ishimimiz sizning ishingizdan farqi. Biz har kuni o'limni eslaymiz, chunki shu bilan bog'liq bizning ishimiz. Uyda o'tirganimizda suhbatimiz ham, farzandlarimiz bilan ham, yaqinlarimiz bilan ham yig'ilganda ishimiz to'g'risida shu o'limni eslaymiz. Sizni bilan bizning farqimiz, siz faqat janozada ishtirok etsangiz, ko'rsangiz, qo'ni-qo'shnikiga chiqsangiz, tanish bilishga janozaga borsangiz, o'limni eslashingiz mumkin. Lekin bizga shu narsa alhamdulillah nasib qilibdi. Shu narsani har kuni eslaymiz o'limni. Umrimiz oxirigacha eslash nasib qilsin. O'zi bergan kuni oladi. O'zi bergan kuni o'zi xo'jayin Robbimizga
omonatimizni topshiramiz. Hammamizga oila a'zolarimiz bilan shirin dasturxon ustida, chiroyli ibodatda omonat topshirish nasib qilsin. Xotimamizni Alloh chiroyli qilsin. O'zi chiroyli bergan shu hayotiga ham alhamdulillah, oxiratimizni ham chiroyli qilsin. O'zi adashtirmasin, xotimamizni chiroyli qilsin. Oilamiz, yaqinlarimiz bilan bir davrada ibodatda o'tirganda omonat topshirish hammaga nasib qilsin.